Bu yerda bitta narsani to'g'ri tushunish kerak. 21-asr ustozlarimiz ham yozganida era vayni deydi. Ya'ni urushlar erasiga kirdi insoniyat. 3-jahon urushi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar boshlanib bo'ldi. U lokal bo'ladi. Bugun Eron, Ukraina masalasi tinchsa Somali, tinchsa keyin eski ochiladi. Agar shu paytgacha mavjud bo'lgan qonuniyatlarga qaralsa va ba'zi bir guruhlarning rejasiga qaralsa, Eron masalasi bitgandan keyin Kavkaz orti davlatlarida muammo chiqadi. Olov yonadi. U yer bitgandan keyin keyingi etap Markaziy Osiyo. Buni bizni a'zo bo'lgan o'sha tahlil guruhlari ham, boshqalari ham hammamiz birdek tasdiqlab aytyapmiz. Ya'ni plan shu. Zakavkazya, keyingisi undan keyin Sentralniy Aziya, Markaziy Osiyo. Bu bahona. Urush, haqiqatda urush. Bu urush bor. Dunyo tartiboti o'zgarishga mahkum. Ya'ni o'zgarish keldi. Eskirdi. Eski dunyo tartiboti eskirdi, yangisi qurilyapti. Va bu qurilishi ma'lum bir xulosalarga kelib, konsensusga kelinish. Hozir iqtisodiy kuchlilar o'zini kuchini ko'rsatadi, harbiy kuchlilar o'zini kuchini ko'rsatadi. Oxiri hamma urushdan charchaguncha bu xaos davom etadi. Oxir charchoqdan keyin bo'ldi, endi tugatish kerak degan bir tushuncha kelguncha 10 yillarda oladi bu kam. Agar juda katta urushga aylanib ketmasa. Ana undan keyin dunyo qaytadan bo'linadi. Chunki globalizmdan keyin deyarli davlat chegaralari uncha ahamiyatli bo'lmay qoldi. Chunki eng buyuk har bitta urushda ortidagi eng katta buyuk maqsadlar asl iqtisodiy emas. Mafkuraviy urushlarda, ya'ni dunyoqarash urushlari. O'sha dunyoqarashlar urushlari tugamaguncha, bir kelishuvga kelishmaguncha bu urushlar davom etaveradi. Bir gapni aytishim mumkin. Biz bugungacha yaxshi yashab kelgan bir avlod bo'ldik. Iqtisodiy qiyinchiliklarni aytmayman boshqa, ammo biz tinch bir davrda ulg'aydik, shu darajaga keldik. Biz baxtlimiz. Biz bolalarimizdan ko'ra baxtliroqmiz. Chunki bollarimiz bizdan ko'ra yanada tahdidli, yanada xavfli dunyoda yashashadi. Bizi davrimizda bunchalik hatto mafkuraviy tahdidlar yo'q edi, xavflar yo'q, ma'naviy xavflar yo'q edi. Bizni bollarimiz mubtalo bo'lyapti. Bizni bollarimiz tinch dunyoda yashashiga ham kafolat yo'q. Ancha notinchlar. Unda o'ylang, mana 4-5 ga kirgan farzandlarimizni olib qarang. Urush davrida yashayapti-da, bizda tinch, lekin dunyoda urush bo'lyapti-da. Ukraina urushi bo'lyapti, Eron urushi bo'lyapti. Qiyinchiliklar paydo bo'lyapti, tushunmovchiliklar paydo bo'lyapti. Ya'ni mutlaqo tinch davrda yashayotgani yo'q-da. Bolalar o'lyapti, mana shunaqa tahlikali bir dunyoda yashayapmiz. Davlatlar bundan xulosa qilish kerakmi? Yana bir marta aytaman, birinchisi mafkuraviy ish, ikkinchisi harbiy sanoat. O'zbekiston uchun buni avval ham aytdik ko'rsatuvimizda. O'zbekiston harbiy sanoatni, harbiy ilmiy tadqiqotlarni darhol rivojlantirishga e'tibor bermasa, ertaga qiynalib qolamiz. Harbiy sanoatda biotexnologiyalar, harbiy sanoatda nanotexnologiyalarga qaramasak. Bitta gapda O'zbekiston kuchli bo'lishi mumkin. Sanoatni rivojlantirish mumkin, lekin bitta O'zbekiston kuchayib, O'zbekiston xavfsizligini ta'minlay olmaydi. O'zbekiston qachonki butun Markaziy Osiyoni qo'shinlarini ham kuchaytirsagina, Markaziy Osiyo bilan bir tanu bir jon bo'lsagina biz o'zimizni omon saqlashimiz mumkin. Chunki bitta bizni kuchayishimiz, ammo qo'shnilarimizning zaifligi
bizga tinchlikni ta'minlab bera olmaydi. Bundan buyon O'zbekiston iqtisodiy rivojlanishi ham, taraqqiy etishi ham qo'shnilarga bog'liq, ularning umumiy ahvoliga bog'liq. Mudofaa salohiyatimizni oshishi ham ularning mudofaa salohiyatini oshishiga, ya'ni xavfsizlikni ta'minlash. Bir tanu bir jon bo'lmasak, parchalanib yo'q bo'lib ketamiz. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston bugun o'sha qo'shnilar bilan regionalizm siyosati amalga oshirilayotgani, ya'ni o'sha Amerikaga ham birga borilgani, katta davlatlar bilan birgalikda uchrashgan juda to'ppa-to'g'ri narsa, faqat buni yanada rivojlantirish kerak. Siyosiy rahbariyatimiz yaqin, lekin bir tuproqda ming yillardan beri yashab kelayotganlar biz elatlarni ancha ajratib tashlashganda, bo'lishgan. Bir-birimizga sal nafrat qilgan ancha o'zbek, qozoq, tojik, qirg'iz, afg'on, turkman, o'zbek, turkman har xil o'yin qilishyapti-da. Maqsad birlashtirmaslik. Yo biz ana shundan kecha biz madaniy yaqinlashishni tezroq yo'lga qo'yishimiz kerak. Bizda bir-birimizdan farq qiladigan nuqtamiz ko'p. To'ppa-to'g'ri. Biz farqlimiz Markaziy Osiyo xalqlari, lekin bizda mushtarak birlashtirib turadigan nuqtalar undan 100 barobar ko'p. E'tiborimizni yo shu farqimizga qaratishimiz kerak, yo mushtarakimizga. Tanlov bizda. Davlat o'laroq va jamiyat o'laroq biz mushtarak nuqtalarimizga qaratishimiz kerak. Bugun o'zbeklar, qirg'izlar, tojiklar, turkmanlar aytish kerakki, Qozog'istonga kim tahdid qilsa, "Voy, bizni bovurlarimizga agar tosh otsang, o'ylama biz tomosha bo'lamiz" deb. Biz o'sha paytda yetib boramiz biz. Bizni bovurimiz, jigarimiz bu. Tashlab qo'ymaymiz biz ularni. Sen ularga emas, bizga ham urush ochgan bo'lasan, deyish kerak-da xalqni o'zi. Ya masalan O'zbekistonga bir xavf bo'lsa, o janubiy tarafdan. Amudaryoni nariyog'idan. Amudaryoni quritayotganlar bor-ku. Xavf bo'lsa, ularga qozoq aytish kerak, qirg'iz aytish kerak, tojik, turkman aytish kerak. "Voy, o'zbek bizning jigarimiz bo'ladi. Nima deyapsan sen? Sen ular bilan jang qilmaysan, sen hammamiz bilan jang qilasan" deyish kerak. Og'izburchilik bo'lishi kerak-da. Ichki muammolar yo'q emas, bor. Rivojlanish hammada har xil. Qozog'istonda iqtisodiy o'sish zo'r, aholi jon boshiga daromad bizdan ko'ra ko'p, boshqa, lekin farqli nuqtalarimiz bor, lekin mushtarak nuqtalarimiz bitta. Bu mana aka-uka bilan egizakdek bo'lmaysiz-da. Biringiz qora, bittangiz oq bo'lasiz, bittangiz sariq bo'lasiz. Qoshingiz boshqacha, ko'zingiz boshqa, lekin qon bitta-ku, qon bitta. Joningizni berasiz aka-ukangiz uchun. Xuddi shunday biz aka-ukamiz, mana shu jonni jonga berib, xalqni o'zi ham birlashishi kerak. Markaziy Osiyoda yana bir marta aytaman, hech bir davlat, faqat O'zbekiston emas, hech bir davlat bir o'zi rivojlana olmaydi. Hech biri o'zini milliy xavfsizligini bir o'zi ta'minlab ola olmaydi. Hech biri hech qaysi yakka o'zi harbiy xavfsizligini ta'minlay olmaydi. Hech qaysi biri siyosiy xavfsizligini ham, siyosiy barqarorligini ham ta'minlay olmaydi. Yo region tinch, hamma tinch, butun region Markaziy Osiyo. Yo region tarqoq, hamma tarqoq. Hamma behuzur. Boshqa yo'limiz yo'q. Buni qanchalik tez anglab yetsak, shuncha yaxshi.